Assalomu alaykum, Rich Rise YouTube kanali a'zolari, sizlar bilan Dekodex. Xudo xolisa bugun sizlar bilan navbatdagi mavzumiz numerologiyaga kirish bo'ladi. Xudo xolisa numerologiya mavzusi o'sha Telegramga sizlarga ozgincha yoritib berganmiz. Juda ham katta mavzu bo'lgani uchun qismlarga bo'lib, partlarga bo'lib sizlarga chiqazamiz, taqdim qilamiz. Sababi tushuncha, logikalar mustahkamroq bo'lishi uchun. Sababi sizlarga hozir bittada 3 soat, 4 soatlik strategiyani mukammal o'sha versiyasini tashab qo'ysak, sizlar Pashti men uverman bu narsaga 80% ila bu narsaga e'tibor qaratmaysizlar. Sababi oddiygina o'sha mukammal 95-100% bozorda konkret vaqt va narx orqali razvorotlarni ushlaydigan strategiya sizlarga TLI orqali analiz qilib berilgan YouTube kanalida. Именно o'sha TLI ga so'ralgan даже aktivni qilib bera olmagansizlar. Shu sababli to'g'ri tushuncha, to'g'ri logika shakllantirishinglar uchun qismlarga bo'lib taqdim qilamiz sizlarga bu strategiyani. Sababi juda ham katta mavzu, juda ham katta strategiya. Bundan oldingi sizlarga taqdim qilingan strategiyalar bor. Misol uchun Gun Google deysizlarmi yoki Trend Decoder 9 mi yoki bo'lmasam Fiboni ishlatishmi, Fibo raqamidan to'g'ri bozorda zigzag usulda foydalanishmi. Bu strategiyalarni hammasi sizlarga to'g'ri logika, to'g'ri baza shakllantirish uchun, matematika temasiga to'g'ri kirib olishinglar uchun kirish sifatida taqdim qilib kelingan. Endilikda xudo xolisa bugundan boshlab umumiy o'sha bizani qo'limizdagi 15 ga yaqin strategiyalarning har bittasi 10 ta mavzudan iborat bo'ladi kamida. O'sha strategiyalarni iloji boricha soddalashtirib, mukammallashtirib sizlarga taqdim qilishni boshlaymiz xudo xolisa. Sizlardan talab qilinadigan narsa faqat aktiv, kuchliroq o'rganib foyda qilinglar. Tavakkal bozorda har bitta joy uchun 2 punkt, 3 punkt, 5 punkt uchun sizlar bor deponi risk qilib, scalping degan yo'q temalarga kirib yurmasliginglar uchun harakat qilyapmiz. Shu bizlarning logikalarni mustahkamlaymiz va mana shu foydalar uchun manfaatli bo'ladigan darsliklarni qo'yib boryapmiz. Xo'p, endi bugun biz shu katta mavzularni bittasiga to'xtalamiz. Mukammal darajada xudo xolisa bugun kirish qismi bo'ladi. Mukammal darajada imini numerologiya orqali xuddi multi time frame da bo'lsin yoki da H1, H4 daily da weekly da bo'lsin, bozorda eng to'g'ri razvorotlarni ushlash, eng to'g'ri o'sha razvorot bo'lganda confirmationlarni olish va bozorda даже har bitta razvorotda zigzag yurishinglar uchun yordam beradigan tizimlarni qismlashtirib sizlarga taqdim qila boshlaymiz. Xo'p, shulardan numerologiyani umumiy общий sizlar tushunchaga ega bo'la olasizlar. Oddiy minimum orqali, minimumdagi narx orqali sizlar to'g'ri formula va to'g'ri qo'shimcha yordamchi raqamlarni yordamida sizlar minimumdagi narx orqali imini bozori qaysi nuqtaga borib to'xtashigacha oldindan bilishinglar mumkin bo'ladi. Bu degani A точкадagi oddiy narx orqali sizlar konkret, aniq, uveren sizlar bilasizlar bozori qaysi nuqtagacha yetib borishini. Aynan o'sha nuqta sizlarga keyingi razvorotga qo'shilishinglar uchun pozitsiya yasashini sizlar bilib turasizlar. Xo'p, oddiy narx orqali oddiy vaqt orqali ham bu narsani amalga oshirishni sizlar bilan ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Bu degani sizlar narx va vaqt orqali birga ishlatganinglarda konkret sizlar bozorda to'g'ri confirmation olishinglar mumkin bo'ladi, to'g'ri razvorotlarni konkret ushashinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, bunda bizga yordam beradigan eng muhim sistemalardan, eng katta sistemalardan xudo xolisa bugun numerologiyadan boshlaymiz. Bundan keyin biz отдельно Fibo raqamlari orqali bu narsani amalga oshiramiz. Undan keyin Decoder 9 orqali bu narsani amalga oshiramiz. Undan keyingi yo'nalishlarda Gun Fan orqali bu narsani, Gain Angels orqali bu narsalarni amalga oshiramiz. Xudo xolisa sizlarni har bittanglar mukammal bozorda hech qanaqa tavakkal shamlaga liniya tortib o'tirmaysizlar. yoki da trend liniyani qiyshuv chizib lojniy proboylarga aldanib minusga kirib o'tirmaysizlar. Xudo xolisa konkretni sizlarga uveren har bitta razvorotda ushashinglar uchun to'g'ri tasdiqlar mavjud bo'ladi. Juda ham ko'pchilik yozyapti, juda ham ko'pchilik so'rayapti, aka M5, M1 da ishlaydigan sistemalar bering, M5 da scalping uchun. Scalping sizlar qanaqa tushunyapsizlar bilmayman. No scalping men uchun 3 punkt, 5 punkt u tez kirish, tez chiqish bu menimcha man shunga moslashtirib даже mana shu imini numerologiyani o'zida keyingi mavzularda scalpdan boshlaymiz sizlar bilan xudo xolisa. Scalp deganda scalpda emas, multi time frame da sizlar to'g'ri razvorot, to'g'ri tasdiq olib o'sha savdo qilishinglardan boshlaymiz. No
sizlarga bitta narsani aytaman, konkret bozor yo'nalishi qaysi tomondaligini oldindan bilib tursanglar, sizlar 3 punkt, 5 punkt uchun hech qachon ishlamaydigan darajaga chiqishinglar kerak. Bu sizlarga hech qanaqa kazino emas, qimor emas. Misol uchun tavakkal har bitta razvorotga, misol bayrotni bayga tiqish kerak, yana kamida full tiqish kerak. Risk tushunchasini to'g'ri qabul qilishinglar kerak. Sizlarning qo'lingizda konkret tizimdan to'g'ri foydalanishingiz uchun. Men sizlarga aytmayman, psixologiyani to'g'rilanglar, 3 ta minusga kirdinglar, 4-inchisi plus bo'lsa qoplaysizlar. Yo'q, sizlarga men minusga kirgizadigan sistema berish niyatim yo'q. Sababi har bitta berayotgan o'sha strategiyalarimizdan ham juda ham ko'plab odamlar rozi, Xudoga shukr, yozishyapti. Oka, rahmat, sog' bo'linglar, yana ham kutib qolamiz deb xursandligi uchun men bu darsliklarni sizlarga mukammal taqdim qilishga harakat qilyapmiz. Xo'p, numerologiyada yuqorida aytib o'tdim sizlarga, maksimum yoki minimumlar orqali to'g'ri razvorat o'shashinglar mumkin. Imенно o'sha to'g'ri razvoratlar orqali sizlar konkret o'sha bozorga to'g'ri kirish nuqtalarini topishinglar mumkin dedim. Xo'p, misol uchun deylik, men sizlarga bu narsani kichik misollar orqali bugun salgina logikalarni shakllantirish uchun taqdim qilib beraman. Xo'p, deylik, mana shu joydan razvorat bo'lgan. Narx bilan emas, chisloni o'zi orqali to'g'ri confirmation olishni ozgina sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Juda ham sodda, juda ham oddiy, hech qanaqa formulaga qo'ymasdan boshlaymiz. Sababi, как bu даже numerologiya 90% odam nimaligini tushunmaydi даже. Sizlar nimaligini tushunmay turib bozorda ishlatishinglar uchun ozgina men sizlarga to'g'ri logika bera olishim kerak, to'g'ri tushuncha berishim kerak bu nimaligi haqida. Shuning uchun qismlarga bo'lib chiqarishni plan qilyapmiz. Xo'p, demak, oddiy chislo deylik, hech qanaqa formulasiz men sizlarga bitta narsa ko'rsataman, sizlarga foydali, manfaatli bo'lishi uchun. Deylik, mana shu nuqtada bizga minimum bor, demak minimumni belgilab olamiz. Tak, narxni o'zi emas, chisloni o'zi orqali ham даже to'g'ri tasdiq olishinglar mumkin bo'ladi. Men uverman 95-100% odam bu narsaga e'tibor bermagan, ahamiyat qaratmagan. Bu formuladan ozgincha bugun formula haqida gaplashmaymiz. Mana shu chisloni o'zi orqali to'g'ri confirmation ko'rib chiqamiz, чтобы kirish mavzu bo'lgani bilan nimadir o'rganishinglar uchun. Demak, 23-mart 2026-yil bizi chisloni o'zi orqali oxirgi minimumdan to'g'ri razvorat bo'lganiga tasdiq olishimiz uchun nulladan voz kechishimiz kerak, aynan numerologiya ishlatayotganimizda. Biz mana shu raqamlarni o'zini 23-mart, demak 23 3-oy 2026-yil o'zini yozib olamiz prosta. Demak 23 bu chislo, men bu 23-oy 3-oyda 2026-yil. Ko'rayotgan bo'lsanglar, men hech qanaqa nolni hisobga olmadim, chunki nol yo'q qiymat sifatida qaraladi. O'sha uchini ham birlashtirib oxirgi yillari bilan qo'shib yozib oldim. Demak, biz bu yoqda ATR Rezis degan narsa bor. Imенно ATR Rezis orqali sizlar nolni ishlatmaysizlar. Bu haqida keyingi mavzuda to'liq sizlar bilan gaplashamiz, Xudo xolasa. Nolni ishlatmaganinglardan keyin ATR Rezis orqali bozorda impulsni aniqlaysizlar. Aniqlangan impuls orqali sizlar nechtasidan foydalanishingiz kerak punkt chizish uchun. O'sha haqida bo'ladi keyingi mavzu. Demak, biz oxirgi minimumdan chizib oldik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 233 226 raqamlardan tashkil topdi. 233.226. Bizga kerak bo'ladi shu raqamlarni birinchi 2 xonasi, keyin 3 xonasi. To'g'ri razvorat olishimiz uchun ATRS orqali biz necha xonasini olishni aniqlaymiz. Aniqlash oson yo'lni sizlarga o'rgataman. Demak, sizlar oxirgi minimumdan faqat 3 xonali son olishinglar kerak bo'ladi. Birinchi 2 xonali, keyin 3 xonali. Bozorda kuchli razvorat, katta globalniy razvorat olishinglar uchun 3 xonasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Demak, 233 punkt biz oxirgi razvorat boshlangan minimumdan tepaga sanashimiz kerak bo'ladi. Aynan o'sha minimum bizga globalniy retest zonani topib beradi. Dailyda o'sha nuqtadan yuqorida yopilganda sham bozorda sizlar bemalol o'sha nuqta ustiga qaytib kelganda sizlar buy uchun pozitsiyaga kirsanglar bo'ladi. Bu narsa konkret hamma joyda 95-100% aniqlikda ishlab beradi. Demak, Xo'p, oxirgi minimumdan biz 233 punkt tepaga sanashimiz kerak bo'lar ekan. 233 punkt sanaymiz tepaga. Xo'p. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha nuqtaga liniya qo'yib olamiz. Demak, keyingi 2 xonali soni bor bizda 23. Biz 233 chizdik, endi 23 chizamiz.
oxirgi 233 nuqtasiga tushirilgan liniyani ustki qismidan joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, 23 chizamiz aynan mana shu hududdan tepaga. Вот, именно mana shu joyga biza liniya chizishimiz kerak bo'ladi. Endi biza korobkalarni o'chirib tashlasak bo'ladi. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, oxirgi minimum shakllangandan keyin, именно o'shani yuqori qismiga biza daily'da o'tib olamiz. Shu nuqta razvorot boshlangan nuqtadan tepada yopilishini kutamiz daily'da ham. Именно ustiga qaytib kelganda o'sha nuqtadan razvorot uchun pay pozitsiyasiga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu nuqta 95-100% aniqlikda bozorda konkret razvorot bo'lganiga tasdiq beradigan oddiy narsa. 100% men garantiya beraman, hech kim bu narsaga ahamiyat bermagan shu vaqtgacha. Oddiy chisloni o'zini biza ketma-ketlikda yozib olamiz, nollarsiz. Misol uchun 20-chislo bo'lganda ham nol yozmasdik. Shu narsaga ham ahamiyatli bo'lishinglarni so'rayman. Mana shu joyda, mana shu nuqtada biza retest ushlashimiz mumkin bo'ladi. Biza hech qanaqa misol Fibon tortib olib, qanaqadir minimumdan maksimumdan biza 1.626 men ko'rdim-da mana shunaqa strategiyalarni. Sizlar trendga to'g'ri qo'shilish nuqtasini oddiy bu biza kirish mavzusi uchun hech narsa, faqat sizlarga vala ortiqcha gap bo'lmasligi uchun qanaqadir ham strategiya ko'rsatib ketyapman. Strategiya deb bo'lmaydi bu narsani. Men sizlarga buni katta aniqlikda har bitta A tochkadan B tochkasiga ushlaydigan tizimlarni taqdim qilishni boshlayman. Bugun sizlarga hech qanaqa formulasiz to'g'ri razvorot ushashinglar uchun, to'g'ri confirmation olishinglar uchun razvorotga oddiy shu narsani o'zidan foydalanishingiz uchun men sizlarga o'sha taqdim qilib ketyapman, shu foydali, manfaatli bo'lishi uchun bu narsani. Ko'rayotgan bo'lsanglar, именно bizaga razvorot bo'lgan nuqtadan tepaga chizgan bozor davom etib ketishi ham mumkin edi ertangi kun. Lekin bizaga o'sha nuqtadan hisoblaganimizda tepada qoldimi daily'da, все, razvorot o'sha nuqtani ustiga qaytib kelganda biza buy pozitsiyasiga kirishimiz kerak bo'ladi, konkret mana shu nuqtalardan. Xo'p, ushlaydigan qismini hisoblash ham juda ham oddiy, juda ham oson. Biza mana shu hisoblagan 233 punktimizni 3 ga ko'paytirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz kalkulyator ochib olamiz. Endi men bu narsani mukammal sizlarga tek profitlar bilan zigzag yurish qismlarigacha taqdim qilaman, lekin qismlar yakunida. Demak, 233 3 ga ko'paytirib yuborganingizda 699. Именно 699 nuqtaga biza oxirgi minimumdan chizishimiz kerak bo'ladi. 699. Вот. Именно mana shu nuqta sizlar men bu nuqtadan kirganingizda buy pozitsiyasiga aynan mana shu nuqta sizlarga tek profit vazifasini bajaradi. Har doim, har qanaqa vaziyatda. Buni ham o'sha nima deydi? Foyda o'rniga tushuntirib ketyapman sizlarga. Demak, kichikroq time frame kirib olamiz yana. Xo'p, ko'rayotganingizda juda ham oddiy, juda ham sodda, juda ham oson. Bu tizimdan har doim har qanaqa minimumda ushlash, minimum shakllantirilganda biza kirib foydalanib ketaversak bo'ladi. Misol uchun bu minimumdan oldingi global minimumga to'xtalamiz sizlar bilan xudo xolasa. Demak, minimumi mana shu nuqta 4400 atrofidan global razvorotga tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Biza kirish nuqtasini ham aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 2-fevral 2026-yil ahamiyatli bo'linglar. 2-fevral 2-oy 2026-yil. Demak, 22226 biza yuqorida aytdim sizlarga 3 xonali sistem foydalanamiz. 3 xonali sonni chizamiz, konkretni globalniy razvorot uchun tasdiq olishimiz uchun. U 4 xonali chizmasak ham bo'ladi. Nulla mavjudligi uchun, nulla mavjud bo'lib qolgan holatlar uchun minimum maksimumdan chizganimizda nullani ishlatmaymiz hech qachon. Demak, 222 punkt biza oxirgi minimumdan tepaga sanashimiz kerak bo'ladi. 222 punkt. Xo'p. Demak, mana shu nuqta 222 punkt. Oxirgi minimumdan biza sanab olishimiz kerak bo'ladi. 4402. 4402 oxirgi minimumni o'sha nuqtaga joylashtiramiz. Biza ikkinchi qiladigan ishimiz, men bu birinchi 22 sonni ham mana shu nuqtaning ustidan tepaga chizib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 22 punktni mana shu yuqori qismidan ham to'g'ri chizib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu nuqtalardagi biza
o'chirib tashlasak bo'ladi. Bitta narsaga ahamiyat berishinglar kerak bo'ladi. Men bu ikkitali liniya sizlarga hosil qilinyapti. Aynan mana shu ikkinchi liniyadan tepaga qolganda daily sham deb o'tamiz. Endi mana shu nuqtadan tepaga qolganda daily sham sizlar konkret razvorot uchun tasdiq kutasizlar. Mana shu tasdiq sizlarga tepada qolib berishi bo'ladi daily sham. Bu globalniy razvorot uchun men sizlarga buni как бы formula yo bo'lmasam strategiya sifatida emas, to'g'ri tasdiq olishinglar uchun kirish mavzusiga qo'shimcha sifatida taqdim qilyapman. O'sha bundan keyingi mavzularda men multi time frame'larda ham даже qanaqa analiz, qanaqa tahlil qilishinglar bu uchun bizga narxlar yoki bo'lmasam barlar orqali ham konkret biz bu narsaga tasdiq olishimizni sizlarga idealniy qilib tushuntirib beraman sizlarga. Dailyda tasdiq olinishi kerak bo'ladi. Endi mana shu chistoni o'zi orqali to'g'ri razvorot olishinglar uchun. Demak, 222 globalniy razvorotga tasdiq olishinglar uchun 3 xonasidan ishlatamiz. 3 xonasini ishlatganimizdan keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, endi o'sha nuqtadan tepada yopilib bergan, mana shu nuqtadan tepaga suryapti bozor. Xo'p, xuddi shu ketma-ketlikda sizlar to'g'ri tasdiq, to'g'ri razvorot ushashinglar mumkin bo'ladi. Har bitta bozorda o'sha selga yoki buyga ishlayotganinglarda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, именно mana shu nuqta orqali ham biz hozir selga ketishiga qanaqa razvorot, qanaqa tasdiq olishimiz mumkin, o'sha haqida ham sizlar bilan gaplashamiz, xudo xolisa. Demak, xo'p. Biz oxirgi maksimumni biz buy uchun ishladik. Endi mana shu nuqtadan biz selga ham tasdiq olishimiz mumkin bo'ladi. 4883 demak 83 emas 88 adashmasam. Mana shu nuqtalar. Biz hozircha narxdan foydalanmaymiz numerologiya bo'yicha bu hududlarda. Endi ko'rayotgan nuqtalarni hisoblaymiz. Ko'rasizlar, bu yerda 17-aprel 2026-yil. Yanvar, fevral, mart, aprel demak 4-oy. Buni yozib olamiz bizga tushunarliroq bo'lishi uchun. 17-aprel 2026-yil. Xo'p, demak, 174 punkt men chizishim kerak bo'ladi oxirgi maksimumdan pastga. Endi o'sha nuqtaga yaqinlashganda menga sell uchun ideal nuqta vazifasini bajarib berish kerak bo'ladi. Demak, maksimumdan men 174 punkt chizishim kerak. 174 punkt chizishim kerak. 174 vot. Endi 17 men uni ustidan to'g'rilab chizib qo'yishim kerak bo'ladi. Men bu ortiqcha liniyalarni o'chirib turamiz hozircha, bizga kerak emas. Chalatib olmasin sizlarni. Demak, o'sha nuqtaga liniya joylashtirishimiz kerak. Endi o'sha nuqtaga liniya joylashtirganimizdan keyin biz bemalol mana shu nuqtadan 17.4 chizib olsak bo'ladi. O'sha nuqtaga ham biz liniya qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu nuqtalardagi korobkalarni hozircha o'chirib tashlayman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, imminni o'sha nuqtadan tashqarida qolgan sham biz uchun sellga confirmation bo'lib beradi. Har doim o'sha nuqtadan tashqarida qoldimi, ertangi kungi sham ochilishi kutilgandan, endi qo'rqmasdan mana shu nuqta ikkitali nuqta liniyalarga yaqinlashganda biz sell uchun pozitsiyaga kirsak bo'ladi. Bu narsani dalgasrok uchun ishlatyapmiz biz. Shu narsaga ham ahamiyat beringlar. Mana bu nuqtaga yaqinlashganda ham bu nuqta yana bir marta bizga sell uchun to'g'ri tasdiq berishini kutamiz. Mana shu nuqtadan biz razvorotga qo'shilib olishimiz uchun ideal narx chiqazib beryapti chisloni o'zi bizga. Xo'p, strategiyani ba'ziviy tushunchasi numerologiya orqali chisloda shunaqa foydalanadi. Endi bunaqa foydalanilmaydi. Men formulasiz versiyada ko'rsatyapman sizlarga. Xo'p, endi kelinglar mana bu nuqtadan foydalanib, mana bu nuqtada qanaqa ishlaganini ko'rib, qanaqa tasdiq olishni sizlar bilan ko'rib olamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, oxirgi minimum mana shu hududda. Oxirgi minimumdagi narxni belgilab olamiz. Demak 3888. Xo'p, bizga hozircha narx kerak emas, hozircha bar kerak emas yoki punkt kerak emas. Men sizlarga oddiygina chislo orqali tushuntiryapman. Biz formula. Demak, 28-oktyabr 10-oy, e'tibor beringlar, 0 yozmayman. 2026-yil. Demak, 281 punkt oxirgi minimumdan chizaman. Agarda shu nuqtani yangilaganda 281 va 28 chiziladi. O'sha nuqtalar yangilanganda bozor globalniy razvorotda endi o'sha nuqtani ustidan amalga oshiradimi, yo'qmi ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, 281 oxirgi minimumdan yuqoriga chizib olishim kerak bo'ladi. 281. Xo'p, 281
chizib olamiz. Endi 28/1 yuqori qismidan, ustki qismidan biz chizishimiz kerak bo'ladi. 28/1 chizishimiz kerak bo'ladi. 28/1. Xo'p. Endi mana shu ikkita nuqtaga biz liniya tushirib olamiz. Xo'p, endi ko'rishinglar mumkin, ahamiyat beringlar yaxshilar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha nuqtaga yetib kelganda nima uchun globalniy razvorot uchun tasdiqda foydalaninglar bu narsadan ko'proq bektest qilib ko'ringlar. Keyingi mavzular uchun to'g'ri logika shakllantirasizlar. Dotganimning sababi o'sha ikkita liniyani joylashtirganimizda tepa qismiga umuman hech qanaqa delida sham qolmagan. Aynan o'sha nuqtadan tepaga yorib o'tilgandan keyin o'sha nuqtalar ustiga retest berib bozor uchib ketayotganini ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Именно o'sha nuqtani ustiga retest berib bozor tepaga suryapti. Xuddi shunaqa ketma-ketlikda har bitta globalniy razvorotlarni, xohlasanglar ichki razvorotlar uchun ham azina foydalanib ko'ringlar bu narsadan. Globalniy razvorotlar uchun foydalaniladi asosan bu narsa. Xo'p, oxirgi minimumda chisloni o'zi orqali to'g'ri tasdiq olishinglar mumkin bo'ladi. Aynan mana shu narsa numerologiyada, именно numerology skillsda to'g'ri ishlatish, to'g'ri chislodan foydalanish hisoblanadi. Hech qanaqa bu yoqda endi qo'shimchalari bor. Har bittasida to'g'ri formula bor. Sizlar mana shu nuqta orqali bu nuqtani aniqlashinglar mumkin bo'ladi. Sizlar oldindan mana bu maksimum orqali keyingi minimum aniqlashinglar mumkin bo'ladi. Bu narsani eng kamida 90-95% aniqlikda bilishinglar mumkin bo'ladi. Ungacha bo'lgan juda ham katta mavzular sizlarning aktivinglarga bog'liq bo'ladi. Har bitta sizlarga kerakligini biz sizlarni o'sha kommentinglardan yoki boshqasidan bilib olish, aktivinglardan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu tizim bo'lsa sizlarga kirish mavzu uchun qo'shimcha, prosta gap o'zi bo'lmasin, sizlarga qo'shimcha numerologiya haqida ozgincha ma'lumot berib ketish o'rnida taqdim qilinyapti. Demak, oxirgi minimum ham hisoblab qo'yamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi chislo, demak 15-may. 15-may. Deylik 15-may. 5-oy bo'ladi bu 2025-yil ekan. Demak, bizda kerak bo'ladigan asosiy punkt raqami 155 bo'ladi. 155 ustidan 15 chizishimiz kerak bo'ladi. 155. Demak, 155 ustidan biz 15 chizishimiz kerak bo'ladi. 15. Xo'p. Ko'rayotgan bo'lsanglar 155 punkt chizdim, uni yuqori qismidan 15 punkt chizib oldim. Demak, endi korobkalarni o'chirib olsak ham bo'ladi. Xo'p. Qolay bitta. Demak, 15 punkt chizib oldim. Xo'p. Ko'rayotgan bo'lsanglar, imенно oxirgi minimumni oddiygina biz foydalanayotgan narsamiz chisloni o'zi. Chisloni o'zidan tepaga yopildimi, bo'ldi. Globalniy razvorot bo'lishi kerak. Mana bu yuqoridagi maksimumi yangilanishiga to'g'ri tasdiq bo'ladi bizga. Imенно mana shu nuqta. Ko'rayotgan bo'lsanglar, range holatida ham, daily time frame da turgan holatimizda ham oddiy chisloni o'zi orqali sizlarga to'g'ri tasdiq bera oladigan konkret zona topib beryapti. Hech qanaqa formula ortiqcha narsa ishlatmayapman men. Bu narsani har bitta globalniy minimumda ishlatib ko'rsatyapman sizlarga yoki bo'lmasa maksimumda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qanaqa aniqlikda, qanaqa katta tinu ishlab beryapti, har bittasi o'sha nuqtaning ustiga kelganda retest amalga oshiryapti. Kimdirlar qanaqadir ham trend liniya boshqa balobatlarlar chizib qo'yadi. Men u narsalarni ham o'zim foydalanaman. Konkretni ishlamaydi deya olmayman, lekin konkret aniqlikda ishlamoqchi bo'lsanglar, sizlarga to'g'ri raqamlar orqali zona topmoqchi bo'lsanglar, faqat matematika yordam beradi. Hech qanaqa taxmin bilan psixologiya ustiga qurmaysizlar. Sizlar hech qanaqa o'zingizlar ishlatayotgan tiziminglarni konkret raqamlarga qo'rsanglar, konkret raqamlarda sizlar hech qanaqa taxmin amalga oshirmasdan sizlar to'g'ri entry, to'g'ri razvorotlar ushashinglar mumkin bo'ladi. Har doim har qanaqasiga. Xo'p, bugun bu mavzular sizlarga kirish sifatida taqdim qilinyapti. Har bitta to'g'ri razvorotlarda qanaqa confirmation tasdiq olishimiz mumkinligi haqida bo'tdi bu narsa. Xo'p, sizlarga foydali, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Bitta narsaga men ozgincha
salgina o'sha nima deydi, to'xtalish berib o'tib ketishim kerak. Sizlarga oxirgi berilgan mavzuda men sizlarga har bitta kichik time frame'da ham, katta time frame'da ham globalniy razворот ushashinglar uchun aniq o'sha narx bilan vaqt kesishmasiga даже o'zinglarning logikalarga mos tizim tiyilay bermoqchi bo'lgandim. Trendline intersection mavzusida o'sha 45-360 graduslarda to'g'ri razворотlarni vaqt va narx kesishmasida 100% konkret ishlaydigan, bozorni oldindan chizib qo'yishinglar mumkin bo'lgan tizimlarni bermoqchi edim. No, sizlarda hech qanaqa aktiv bo'lmadi. Sababli sizlardan bitta narsani so'rayman. Imенно numerologiya skillsda katta qadam bilan boshlanganimizda har bittasini mukammal o'rganishcha sizlar bilan bu birinchi darslik sifatida taqdim qilinadi sizlarga. Keyingi partlarni kutayotgan bo'lsanglar, at dushi sizlardan aktiv talab qilinadi. Ko'proq o'sha kommentariyada o'sha o'zinglar yozib qo'yishinglar kerak bo'ladi keyingi darsliklarni so'rab. Shunga qarab biz sizlardan bilamiz, shtobi biz havoga o'rgatmaymiz hech narsani, kimdir manfaati uchun bo'lyapti bu narsa. Sizlar imенно sizlarni ertaga plyusga kirishinglar, to'g'ri baza bilan hech qanaqa taxminsiz savdo qilishinglar uchun yordam beradigan tizimlarni tekinga taqdim qilishimizga biz uchun motivatsiya bo'ladi bu narsa. Xo'p, hammaga foydali, manfaatli bo'ldi bugungi kirish mavzumizda deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telegramda, YouTube'da aktiv bomba qilib turinglar. Har bitta razворотlarni sizlar bilan ushashga harakat qilamiz. Bu narsalarning har bittasi atido o'sha hech qanaqa kutmasdan foydalanaman desanglar, bemalol shogirdlik tizimiga qo'shilib, bizlar bilan birga har bitta o'zimiz ishlatadigan strategiyalarni olsanglar bo'ladi.